Oyiga 3 million 100 ming so'mdan to'lab ushbu BYD E2 elektromobilini rassrochka asosida xarid qilsangiz bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rib, like bosib obuna bo'ling. Qanaqa qilib shartlarini sizga tushuntirib o'taman. BYD E2 miz to'liq quvvat bilan 400 km masofa bosib o'ta oladi. Narxi 236 million 600. BYD Andijon rasmiy dilerligida ushbu avtomobil uchun rassrochkalarimiz ochilgan. Boshlang'ich to'lovlar 30% dan boshlab 60% gacha, muddati 12 oydan 30 oygacha. Ushbu BYD E2 avtomobilimizni juda ko'pchilik shu avtomobildan mingan mijozlarimiz biladi. Hadovoylar o'ta yumshoq, uzoq xizmat qiladigan avtomobillardan bittasi. O'zbekistonga ham birinchi kirib kelgan BYDlardan hisoblanadi. Ushbu avtomobilimizning ikkita oldi sidinalari isiydi. Zadniy kameralari bor, rullar elektroslitrli, salonlari ham o'ta qulay. Monitorlari aylanadi. NFC karta orqali ham mashinani ochib yopsangiz bo'ladi. Skoroslari ham bunaqa xrustanli. Sport, ekonom rejimlari bor. Bag'larigacha bor. Agarda siz ushbu BYD E2 avtomobilini 60% to'lov qilaman desangiz, 142 million sug'urtasidan tashqari to'lov qilib beradigan bo'lsangiz, oyiga 3 million 100 ming so'mdan 30 oy muddatga chiqadi. BYDga qiziqqan yaqin do'stingizga jo'natib qo'ying. Mashina qidirayotgan do'stlaringizga jo'natib qo'ysangiz, menimcha bu yaxshi variant. Hammalarni BYD Andijon avtosalonida kutib qolamiz. Ushbu BYD E2 avtomobilini hozir sotuvda oq rangidan va grey rangidan tayyor. Xuddi shu Chazorda grey rangiga o'xshagan rangidan tayyor. E'tibor uchun rahmat.